Yurtimiz shani do'stim xavf ostida, tiniq tinchimas gazetalar ustida, oramizdagi muajjar rohatida, ko'rdim show biznes yangiliklarida. Kechadan beri studiyada bandman, yangi qo'shiqlar yozaman, juda xursandman. Foydalanaman-da shunaqangi fursatdan, qo'shiqlarimiz ham hit bo'ladi to'satdan. Osmonda oy va cheksiz yulduzlar, o'shalardan bittasidir bizlar. Charaqlar kim so'ndi osmonda, lekin hamon omad do'st tomonda. Osmonda oy va cheksiz yulduzlar, o'shalardan bittasidir bizlar. Kim charaqlar, kim so'ndi osmonda, lekin hamon omad do'st tomonda. Osmonda oy va cheksiz yulduzlar, o'shalardan bittasidir bizlar. Kim charaqlar, kim so'ndi osmonda, lekin hamon omad do'st tomonda. Mana bugun albatta juda ham anchadan beri kutilgan bir daqiqalar, o'sha o'xshash chehralar qolaversa, eng asosiysi TVM kanalining 5 yillik bayramini hammamiz san'atkorlar qolaversa, shu yerdagi hamma muxlislar, TVM kanalining muxlislari qolaversa, bizlarning muxlislarimiz bilan birgalikda bayramni nishonlayapmiz 2010-yil bilan. Butun hamma muxlislarimizni tabriklaymiz. Bu yilda ushalmagan umidlar, ushalmagan orzular, armonlar hammasi qolib ketsin-da, yangi yilda o'sha hamma umidlarimizga, orzularimizga erishish nasib etsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Добрый вечер, уважаемые гости! Поздравляю вас с этим замечательным праздником и хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего. Вижу в ваших глазах недоумение, так как рядом со мной должен был быть Азиз. Я сама удивлена, почему его нет. Азиз, может быть, ты соизволишь все-таки выйти? Ты же вроде бы не Азиз. Даже не похож на него. Ну, все правильно, все логично. Я не Азиз, я Артур. Очень приятно, Артур. Я думаю, вот этим вот людям не нужно объяснять, кто я. Доброго всем времени суток, дорогие друзья! С праздником всем вас! Очень рад всех приветствовать в этом прекрасном и уютном зале. Артур, а ты знаешь, что мой соведущий, он должен разговаривать на узбекском языке? Это тоже не проблема. Ассаламу алейкум, хурматли хонымлар, ваджанаблар. Молодец. Ну, давай перейдем к делу. Мы сейчас представим исполнительницу, которая стала нам известна по хиту из репертуара Сергея Лазарева «Зачем придумали любовь?». Но она спела ее на узбекском языке. На самом деле, это очень замечательная песня. Знаешь, у меня сразу возникает вопрос. Амалия, а ты можешь сказать, вот, зачем придумали любовь? Это очень сложный вопрос, Артур, и думаю, что не только для меня. Но сейчас речь не об этом, потому что следующая исполнительница исполнит другую песню, и называется она «Олмача». То есть яблочко. То есть яблочко. Сразу еще один вопрос. Зачем придумали яблочко? А давай об этом нам поведает сама певица. Итак, встречаем на сцене молодая, подающая большие надежды, перспективная Паризот. Ваши аплодисменты, друзья! Bak
TVM telekanalini biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu nima uchun biz yaxshi ko'rishimiz yana bir alohida san'ati bor. TVM kanal ochilganda biz Ulug'bek bilan do'stlashganmiz. Bizni ham yoshimiz, ro'parasida do'stligimiz yosh 5 ga to'ldi. 5 yoshingiz muborak bo'lsin. Va qolaversa, bundan tashqari yana juda ham chiroyli perdachalar qilishingizni tilakdoshimiz. Agar shu tempo ketsa, albatta hali dunyo miqyosiga chiqadigan telekanallardan biri bo'lasizlar. Mustafa xol bo'lib qoladi. Mustafa umuman hech kim ko'rmagan qo'yar, ishonamiz. Qolaversa 5 yil muborak bo'lsin. Bu ham salkam kichkina vaqt emas, shu darajada shu vaqt ichida rivojlanish juda ham zo'r. E'tiborni tortish. Biz hamma imkoniyatdan foydalanib yana barcha yurtdoshlarimiz TVM telekanali muxlislarini yangi yil bilan ham muborakbod etamiz. Yangi yil hammangizga omadli, muvaffaqiyatli kelsin. Yangi yil uchun hamda TVM kanali uchun 5 yilligi uchun bizdan yangi qo'shig'imiz bugun ilk marotaba premyera bo'ladi. Faqat ular uchun. Salom. Baby Terlandiya dasturi yana efirda. Dilshod aka. Dilshod aka. Dilshod aka. Yo, asalika nima bo'ldi? Ye, shumni o'nganman. Ye, ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshashgan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Biz sizni shu qo'shonni joyda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Ye, quyib qo'ygandek bir-biriga o'xshaydi. Bo'ldi, tushundim. Demak, bugun o'xshash chehralar gala konserti bo'layotgan ekanda, ha? Lekin shu bitta narsa menga alam qiladi-da. Nuqul menga qolganda kichkina qizlarni berib qo'yadi. Shunaqa-da. Botirga havasim keladi. Kimsan? O'zbekistonni estrada yulduzlaridan biri bo'lmish Manzura. Voy Dilshod aka, Manzura va Botir dedingizmi? Unda keyingi navbatni ularga berish kerak. Demak, kutib oling sahnada Manzura va Botir. Opajon qo'shig'i bilan marhamat. Foyda bormi internet chatlarda, telefonda gaplashib tonggacha, shu kunlarda hayoling boshqacha. Agar ayta olmasang dardingni, kitob o'qib tayyorla darsingni. Maktabda o'qish, ertalabdan turish, tegdi jonimga, qo'ynos qo'limga. Nima degan gapman ustidan tergov, nazorat va allaqanday savollar. O'g'il bolani ishiga aralashaverar ayollar. Yosh bolamasman, tinch qo'ying meni. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla, Urushmang mo'xtajon, rejalarim bisyor, yarmidan tayyor. natija yo'q. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla, Urushmang mo'xtajon, rejalarim bisyor,
takrorlayvermang deydi gapni har safar. Topa olasizmi mandan ham yaxshi uka. O'ylab ko'ring siz ham. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla. Urushmang opajon, rejalarim bisyor. Yarmida tayyor. Natija yo'q, 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 yo'q. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla. Urushmang opajon, rejalarim bisyor. Yarmida tayyor. Natija yo'q, 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 yo'q. Ko'p gapirma bekor. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla. Urushmang opajon, rejalarim bisyor. Yarmida tayyor. Natija yo'q, 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 yo'q. Ertangni o'yla, Ertam uchun ko'p imkon. ertangni o'yla. Urushmang opajon, rejalarim bisyor. Yarmida tayyor. Natija yo'q, 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 yo'q. Ko'p gapirma bekor. Botirjon, rahmat, yangi yil bilan rahmat. Bugun biz bir emas, bir necha yulduzlarni bir joyga jamlashga qaror qildik. Sababi esa bugungi bayram dasturimiz davom etar ekan. Ko'tarinki eng yuqori bo'lgan kayfiyat sizlarni aslo tark etmayapti degan umiddamiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin va baxt va omad hamisha hamrohingiz bo'lsin tilab qolamiz. Jahongir Mirzo sizni eslandi faqat yangi yil bilan, balki TV kanalining 5 yoshli tug'ilgan bilan tabriklayman. Katta rahmat. Happy birthday to you. Voydo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tashakkur. Rayhon opa juda ham qo'shiqqa berilib ketishimiz kerak emas. Nega deganda sahna ortida hurmatli san'atkorlarimiz o'z chiqishlarini intizorlik bilan kutishmoqda. Lekin bizni qo'shiqlarimizni ham albatta aytib o'tish joiz. Xizmatlar litsenziyaga ega. Bilasizmi, sizni ko'rinishingiz chakki emas, juda ham yaxshi. Hattoki bilasizmi, shu narsani alohida aytib o'tish joizki, bir oy oldin, ya'ni konsertga bir oy qolganda singlimiz Oyxon Iforzoda bilan qo'ng'iroqlashib, hattoki soch turmagingizgacha puxtalik bilan o'ylab chiqqansiz. Gap yo'q. Jahongir Mirzo, sizni ko'rishingiz ham a'lo darajada. Rahmat. Bizni bugungi shodiyonimizga juda ham ko'p san'atkorlar tashrif buyurishgan. Keling, ularni birma-bir sahnaga taklif etamiz. Demak, biz katta mamnuniyat bilan Hoji Murod Bekjonovni taklif etish niyatidamiz. O'ylaymizki, ular tomonidan aytilajak qo'shiq sizga manzur bo'ladi. Marhamat. Ey qiz shoshmagan, taqdirdan sen qochmagan. Mendek yigit sevdim deydi, sen boshqaga boqmagan. Ey qiz suyibman, ortingdan hok yuribman. Bugun yigit kerak bo'lsa, ro'parangda turibman. Do'stlar bilan ketolmayman, uzurim bor oshnalarga. Kelar go'dal ingichka mel, ingichka poshnalarga. Do'stlar bilan ketolmayman, uzurim bor oshnalarga. Kelar go'dal ingichka mel, ingichka poshnalarga. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kutay ko'ngling eriguncha. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kutay ko'ngling eriguncha. Sal uzunroq poshta kiysang, tengma-teng boqsak kerak. Sen nimani tushunarding, onangga yoqsam kerak. Ozgina uzun poshta kiysang, tengma-teng boqsak kerak.
Sen nimani tushunarding, onangga yoqsam kerak. Tog'ora yuz keldi, qani omin qadr sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Tog'ora yuz keldi, qani omin qadr sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kay ko'ngling eriguncha. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kay ko'ngling eriguncha. Qarab qo'ying qiyo, gaplashaman piyo. Yuzingga turmagin qo'yo, ziyoda. Shuncha nozlar tugar qachon, yoningdagi buncha pacho bilan chiqqin achoyoring biyoda. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kay ko'ngling eriguncha. Mana buncha, kuydirolmas uncha buncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kay ko'ngling eriguncha. Lekin sensiz yashash mushkul, kay ko'ngling eriguncha. Tog'ora yuz keldi, qani omin patir sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Tog'ora yuz keldi, qani omin patir sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Tog'ora yuz keldi, qani omin patir sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Tog'ora yuz keldi, qani omin patir sindi. Hamma keldi, boshlanadi to'y. Hoji Murod Bekjonov, hamma jonlaringiz olib kelsangiz, shu o'zida hammani guvohligida to'yingizni o'tkazib yuborgan bo'lardik. Добро пожаловать на новогоднее шоу от ТВМ. Хоть наш праздник только стартовал, но нам уже не терпится увидеть и услышать выступления наших любимых звезд. Albatta bugungi bayram munosabati bilan 5 ta ajoyib bayramni nishonlayapmiz. Birinchisi Yangi yil, ikkinchisi TVM 5 yoshda, uchinchisi o'xshash chehralar tanlovini g'oliblari aniqlanyapti. To'rtinchisi eng sevimli musiqalar va albatta eng asosiysi 5-inchisi bu sevimli muxlislarimiz bilan bugungi shou dasturini nishonlayapmiz. Сегодня здесь только хорошее настроение и море позитива. Кстати, иногда достаточно одной лишь улыбки для того, чтобы почувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Исполнительница, которая сейчас готовится к выходу на сцену, своей лучезарной улыбкой и красивым голосом покорила сердца телезрителей ТВМ. Beqiyos tabassum egasi, o'zbek estradasining yorqin yulduzi, o'zini ajoyib sovg'asi bilan sahnada Kaniza. Каниза в свадебном платье ищет свою настоящую вторую половинку. Давайте поаплодируем. Xazondan qolgan hasratim, ammo muhabbat
TVM kanalini 5 yoshligi bilan tabriklayman. Xudo xolisa yanada rivojlar, yanada qiziqarli proyektlar, loyihalar tilab qolaman. Va TVM kanalining muxlislariga yangi yilda yangi baxt, yangi davlat, niyatlar, sevgi, ko'pgina gullar tilab qolaman. Barchangizga yana bir bora a'lo kayfiyat tilab qolamiz va hozir Oybek, bilasizmi, menimcha hammani tug'ilgan kunimiz bilan tabriklashimiz kerak, nima deysiz? Albatta, undan tashqari barcha yoshlarni, barcha aziz muxlislarimizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz va shu qatorda sizni ham 5 yoshingiz bilan tabriklayman. Sizni ham 5 yoshingiz muborak bo'lsin Oybek. Barcha muxlislarimizni, bizga sodiq bo'lgan teletomoshabinlarimizni tug'ilgan kunimiz bilan tabriklaymiz. Guldiroz qarsagiylar. Hozirgi navbat esa Hozirgi navbat esa siz ham maqsadga o'ta qolsa yetishdingiz va ssenariyni o'qiganmisiz o'zi? Men sizga o'qiydim-ku Oybek. Qachon? Men pardoz andoz bilan banddim, siz-chi? Men ham andoz pandoz bilan bandidim. Unda haligina qayoqda? Skripkasini ko'tarib Jasur Umirov turgan edilar. Guldiroz qarsagiylar ostida Jasur Umirovni qarshi olasizlar. Marhamat. Marhamat. Но ты можешь начать. Тебе дается возможность поздравить и передать привет
Спасибо большое за предоставленную возможность. У нашей Роксаночки всегда была телевизионная болезнь. Ну давай. Господин Бегларян предоставил мне уникальную возможность поздравить всех. Я поздравляю всех с 5-летием канала ТВ. Дубль 37. Assalomu alaykum. Bugungi ajoyib gala konsertimizga tashrif buyurgan aziz muxlislar, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan, qolaversa 5 yillik tavallud ayyomimiz bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Ну и пользуясь случаем, хотелось бы опять поздравить всех наших гостей с Новым годом. Сегодня мы в этом замечательном зале собрались, можно даже сказать, по 3 поводам. Да? То есть первый повод — это, конечно же, 5-летие нашего замечательного телеканала ТВ Маркас. Еще один повод — это топ-10, ну и, конечно же, конкурс двойников. Кстати, касающийся конкурса двойников, как ты думаешь, вот, Роксаночка, есть у тебя двойники, люди, похожие на тебя? Artur, agarda TVM kanalini muntazam kuzatgan bo'lsangiz, albatta bitta emas, hattoki 3 ta qiyofadoshimni ko'rgan bo'lar edingiz. Ну, я буду в следующий раз более внимательно смотреть наш телеканал. Значит, даже не 1, не 2 человека, а 3 человека, 3 девушки были похожие на тебя, да? Я, в принципе, всегда знал, что таких, как ты, очень много. Artur, sizga o'xshaganlarchi bormi ekan? Nima deb o'ylaysiz? Не, на самом деле, таких скромных, как я, больше нету. To'g'ri. Arturga o'xshagan kamtarin va o'ta xushchaqchaq yigitlar kamdan kam uchraydi. Ну, за исключением только нашего следующего исполнителя. Demak, aziz muxlislar, bildiroz olqishlaringiz ostida biz estradamizning yorqin yulduzi, Nuqol mukofoti sovrindori, qolaversa MNTV 2009 taqdimot marosimida yilning eng yaxshi erkak xonandasi nominatsiyasi nomzodi Otabek Mutalxo'jayevni taklif etamiz. Аплодируем и встречаем! Metayin ko'ngilga paytvan, metayin xayoling laban, metay tushunmas quloqsiz yurak, seni der faqat. Metayin ko'ngilga paytvan, metayin xayoling laban, metay tushunmas quloqsiz yurak, seni der faqat. Sevar yorim qaydadir, oymomajon so'ylagan, rad etma yo'q demagan, meni ham bir o'ylagan. Sevar yorim qaydadir, oymomajon so'ylagan, rad etma yo'q demagan, meni ham bir o'ylagan. Mayli bitta uchrashaylik, indamay degan meni borim. Mayli bitta ko'rishaylik, indamay kutgan meni yorim. Mayli bitta uchrashaylik, indamay degan meni borim. Mayli bitta ko'rishaylik. Kabi nozik bilakka, sen kabi erga malakka, kabi nozik bilakka, qo'llari mushdor kerak. Sen kabi erga malakka, men kabi shunqor kerak. Gul kabi nozik bilakka, qo'llari mushdor kerak.
bilakka men kabi shunqor kerak gul kabi nozik bilakka qo'llari mushdor kerak sen kabi erka malakka men kabi shunqor kerak oshiq aqli bo'lar devona sevganini atar bir dona oshiq aqli bo'lar devona sevganini atar bir dona men ham izlab ming xil bahona ko'zlaringni bir ko'rib ketsam qiziq menga nedir hayoling men haqimda bormi gumoning bulutlarda mikar makoning mehmon bo'lib bir kelib ketsam bulutlarda mikar makoning mehmon bo'lib bir kelib ketsam bir bor ko'zlari bunchoq yolg'izsan sen men ham top ko'zlaringni bir ko'rib ketsam bir bor ko'zlari bunchoq yolg'izsan sen men ham top diydoringga bir qo'yib ketsam bir bor ko'zlari bunchoq yolg'izsan sen men ham top uzoqlarga yo'l olib ketsam bir bor ko'zlari bunchoq yolg'izsan sen men ham top ketolmayin so'yib olib ketsam. Итак, на сцене были Атабеки, Мусалхаджаевы. Дорогие друзья, вечер продолжается, и он в самом разгаре, новогоднее шоу на ТВМ. 5 yildirki TVM telekanali sizga eng sara video kliplarni va eng ajoyib yulduzlar shousini taqdim etib kelmoqda va bugungi shouda ham sovg'alarni taqdim etishda davom etamiz. Следующая исполнительница является обладательницей Михол, а также лучшей певицей по версии MNTV 2007 года. Кто она? Kim? Давайте отгадаем вместе. Eshitilmayapti. Balandroq. O'zbek estradasining yorqin yulduzi, beqiyos xonanda Ziyoda. Bilmayman, bilmayman, hayoling kimda?
Ну что же, дамы и господа, ваши аплодисменты Зиёда и Шахло. Если вдруг на каком-то мероприятии вы увидите и будете сомневаться, что это не Зиёда, значит пришла Шахло отрабатывать. Вы знаешь, судя по ролику, который опять стоит у нас за спиной, который транслируется, я могу следующее сказать. Мы с тобой очень давно знакомы, да? Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, мы с тобой стояли еще у истоков нашего телеканала. To'g'ri Artur, mana 5 yildirki bir-birimizni taniymiz, hattoki TVM kanalida birgalikda faoliyat yuritamiz. Bundan juda ham xursandman. То есть мы с тобой знакомы уже целых 5 лет. И знаешь, что я заметил? Вот из года в год одно и то же. Ты абсолютно не меняешься. Роксаночка, ты такая же очаровательная и такие же щеки у тебя до сих пор. Вот. Bilasizmi, Artur, agarda ozgina oxirgi payt o'zganingizni hisobga olmasa, siz ham o'sha-o'shasiz. Не, ну что касается меня, это ты зря, потому что во мне много нового. Ну вот, например, у меня костюм новый. Yangi ko'ylagimga baho bermaslik. Новое платье? Жалко, что ты его сегодня не одела. Потому что это платье я видел еще в том году. Но это уже совсем другая история. Albatta, Artur, mavzudan chetlashmagan holda bugungi ajoyib gala konsertimizni davom ettirsak, azizlar, sahnaga ajoyib qizni taklif etamiz. Raqsga tush kompozitsiyasi bilan Dinayra siz uchun kuylaydi. Аплодируем, встречаем! Shimoldan shamollar ham hozir menga bas kelolmas xayollar. Sendan olisga ketolmas bu kecha. Ikkimiz uchun bir go'yo raqsga tush bizniki bu dunyo. Nolalarni unutadilar, oyoqlarim ostida yonimda bir ketma jonim olis mendan. Kerak emas menga o'tmishinglar bo'lmas finishing. Rohatim bor sen yonimda bo'lishing. Raqsga tush aylanib, meni o'tdir hayot. Ertaga bugun bo'lar barbod. Afsuslar ichra chekma faryod. Sen raqsga tushgin. Noodatiy bu kun sehrlangan diman go'yo men uchun yaralganday xuddi samo parvozi o'tadi bugun osmondan ne foyda ertaga armondan nolalarni unutadilar oyoqlarim ostida yonimda bir ketma jonim olis mendan kerak emas menga o'tmishinglar bo'lmas finishing rohatim bor sen yonimda bo'lishing raqsga tush aylanib meni o'tdir hayot ertaga bugun bo'lar barbod afsuslar ichra chekma faryod sen raqsga tushgin tush aylanib meni o'tdir hayot ertaga bugun bo'lar barbod afsuslar ichra chekma faryod sen raqsga tushgin aylanib meni o'tdir hayot ertaga bugun bo'lar barbod afsuslar ichra chekma faryod sen raqsga tushgin TV markazida 5 yoshligi bilan tabriklaymiz.
chin qalbimizdan bizda bu kanalni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'risini aytsam, faqat shu kanalni ko'raman. Men uyda agar televizor ko'rsam, vaqtim bo'lganda. Nima deydi? Faqat omad tilayman, har doim shunaqa yutuqlarga erishib yuraveringlar. Сегодня можно танцевать, петь, веселиться, потому что нынче праздник. Новогоднее шоу от телеканала ТВМ. Albatta mana shu yangi yil shou-sida barcha sovg'a mehmonlarimizga taqdim etiladi va jahonning ko'zlariga qarab turib yangi yilda ajoyib sirli sovg'alar borligini bilib olish mumkin, adashmasam. Возможно, я и придумала что-то очень интересное. Xabaringiz bor, Akfa Media kompaniyasi eng muvaffaqiyatli loyihalarni, ya'ni Bojalar, Radius 21, Oybek Nigora ziyodalarni sahnaga olib chiqqan. Судя по аплодисментам, вы ждете этого. Итак, Akfa Media представляет. Kutib oling, Akfa Media kompaniyasining yangi loyihalari. Do'stlar ham ko'p atrofda, ammo men yakka yolg'iz. Qani endi sen bilsang, shu dunyoda sen uchun yashayman. Qani endi sen bilsang, bu olamda men seni izlayman. Sen va men biz birga bir umrga, taqdir o'zi uchratdi seni menga. Bu so'zlarni aytaylik butun olamga, biz birga bir umrga.
mani sabrim mado, gap doing mano. Negadir bu holatimma umumani topmadim man davo. Kechami yo kunduzmi faqirga bormayman, o'zimga sig'may bugun hasratda yonaman. Nima demirsan kelolmay bir qarorga, nega meni so'lasam to'zonni g'uborga. Alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon jonim. Alvido, jonim, alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon endi azizim. Alvido. Ko'rishmaymiz bundan buyon jonim. Alvido, jonim, alvido, ko'rishmaymiz bundan buyon endi azizim. Alvido. TVM kanalini 5 yoshi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yanada shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurishini tilab, yanada ulkan parvozlar tilayman va barcha yurtdoshlarimizga yangi yil bayrami muborak bo'lsin deb qolaman. Oybek va Nigora. You
Yuguraverib aslo charchamaydigan Oybek va Nigorani 2014-yilda Sochida bo'lib o'tadigan Olimpiadaga yuborsak, ular katta zafarlar bilan qaytib kelsalar ajab emas. Jahongir Mirzo, siz bayramlarda sovg'alar olishni yaxshi ko'rasizmi? Albatta, sovg'alar olishni kim yaxshi ko'rmaydi deysiz. Yangi yilga qanday sovg'a kutyapsiz? Bilasizmi, barcha yaqinlarim o'zlarini kreatorliklari bilan va originalliklari bilan ajralib turishadi. O'ylaymanki, sovg'alar ham mana shu kabi original bo'lsa kerak. Bilasizmi, sovg'alar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yaqinlaringiz tomonidan ko'rsatilgan e'tibor eng keraklisi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, bilasizmi, sovg'alar haqida biroz keyinroq sahna ortida birgalikda so'zlashib olamiz. Hozircha esa navbatdagi xonanda, bu ham bo'lsa Elyor Mahkamovni taklif etamiz. Marhamat. Marhamat, kutib oling, Elyor Mahkamov. Sevgisi soxta o'zingga rom etding, xayolim tarbatar, qalbim hijron ezar, sevgim bobol etding. Yuz ko'zidan sotandek sevgisi soxta o'zingga rom etding, xayolim tarbatar, qalbim hijron ezar, sevgim bobol etding. Kim aytar qanday unutay yonatni, qanday kechiray, kim aytar endi men qilay muhabbatim, qanday unutay, kim aytar qanday unutay yonatni, qanday kechiray, kim aytar endi men qilay muhabbatim, qanday unutay. Shumma mehru vafo samimiysan, ammo yolg'on har so'zingda. Kechirolmam hech afsuslarimni, kech ham bayt o'zingda. Shumma mehru vafo samimiysan, ammo yolg'on har so'zingda. Kechirolmam hech afsuslarimni, kech ham bayt o'zingda. Kechirolmam kim aytar Здравствуйте, дорогие телезрители самого грандиозного канала ТФМ. И хотелось бы поздравить вас с таким прекрасным праздником, как Новый год. И хотелось бы пожелать всего хорошего, счастья, наилучшего. И еще я хотел бы поздравить с самым знаменательным днем, с 5-летием этого грандиозного канала, как ТВМ. Творческих успехов, чтобы всегда он был таким ярким, таким теплым. Привет, привет! Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Очень хочется вас поздравить с наступающим Новым годом. Пусть все ваши горести и беды останутся в этом году, а в новом году вас ждет только счастье, радость, море улыбок и удачи во всех ваших начинаниях. Ну а мы сегодня собрались здесь благодаря 3 знаменательным событиям.
Первое событие – это день рождения нашего любимого телеканала, и нам 5 лет. Второе знаменательное событие – это конкурс двойников. Вы уже могли оценить наши сюрпризы. А что вас ждет дальше, вы даже себе еще не представляете. А следующая наша исполнительница не только поет, но и пробует свои таланты в мире кино. И первый раз, когда я ее увидел, это был один из проектов ТВМ, и тогда она пела какую-то рэперскую песню. Я ей предложил, чтобы она сменила свое имя на псевдоним Ирдаюс. Попробую расшифровать. Встречаем Ирода Юсупова с саундтреком к фильму «Гигитлар». Каржоли! Ирода Юсупова! Dardlarim bir dunyo, senga aytmadim, mahzun yuragimga davo topmadim, juda og'ir menga sog'inchni yengish qo'limdan kelmadi, boshqani sevish iltimos sen yana bag'ringga bosgan, bag'ringda unutay dardlarim butun, qattiq qo'chib meni qo'yvorma bir zum, harorating his qilib yashashim uchun. Qaytgin, oyoqlaring ostidagi xazon bo'lay, sensiz ikki dunyoda sargardon bo'lay, qaytmasang yuragingdagi armon bo'lay, yolboraman sen yana yonimga qaytgin. Qaytgin, oyoqlaring ostidagi xazon bo'lay, sensiz ikki dunyoda sargardon bo'lay, qaytmasang yuragingdagi armon bo'lay, yolboraman sen yana yonimga qaytgin. Yonimga qaytgin. Mening muhabbatim qo'shig'imda yashar, u qorlarda qolgan xazonga o'xshar. Kechir meni ko'ngling, og'ritgan bo'lsam, qaniga yuragingga aylanib qolsam. Dardlarim bir dunyo, senga aytmadim, mahzun yuragimga davo topmadim, juda og'ir menga sog'inchni yengish qo'limdan kelmadi, boshqani sevish. Qaytgin, oyoqlaring ostidagi xazon bo'lay, sensiz ikki dunyoda sargardon bo'lay, qaytmasang yuragingdagi armon bo'lay, yolboraman sen yana yonimga qaytgin. Qaytgin, oyoqlaring ostidagi xazon bo'lay, sensiz ikki dunyoda sargardon bo'lay, qaytmasang yuragingdagi armon bo'lay, yolboraman sen yana yonimga qaytgin. Oyoqlaring ostidagi xazon bo'lay, sensiz ikki dunyoda sargardon bo'lay, qaytmasang yuragingdagi armon bo'lay, yolboraman sen yana yonimga qaytgin. Дамы и господа, мы вновь на сцене, значит, опять речь пойдет о кино. Как ты считаешь, Даша, что является визитной карточкой любого фильма? Для меня визитная карточка — это все-таки имя режиссера и имена любимых актеров, снявшихся в этом фильме. Приятно от тебя это слышать. Но еще, вот, какие у тебя ассоциации, когда ты слышишь песни как «Тили-тили», «Трали-вали» или там «А нам все равно», «А нам все равно»? Не
Не боимся мы волка и сову. Да. Кажется, это из фильма «Бриллиантовая рука». Я поняла, к чему ты клонишь. Есть такое понятие, как саундтрек. Это очень важный момент — создать ярко запоминающуюся музыкальную визитную карточку к кинокартине. Да, и еще, естественно, подобрать достойных исполнителей этого саундтрека. Итак, дамы и господа, те люди, которые сейчас выйдут на эту сцену, я думаю, взорвут зал, потому что это саундтрек к фильму «Мен-бу-мен». «Мен-бу-мен». Это я, и так встречайте мегазвезды узбекской эстрады Манзура и Райхон! Toki kimda iymon bor, o'zga haqidan nettar or. Sabr etish darkor, demagin so'zlaring bekor. Dunyoga solgin mazal, kim afsuslanar kim maldar. Yomonlarda yurak yo'qma, asli kimman kim aytar. Iymon o'rtas kurashadi har dam, sabr qabat kurashadi har dam. Kimda qaybiri g'olib bo'ladi o'zidan. Nega ko'z yosh kulgu yonma-yonda, nega paxta qayg'u yonma-yonda, nega qalbimiz yonib sevadi kim javob berar? Ayt, gohida inson uchun sevgidan zebusar ustun. Unda sevishar nechun, hammada bor yurak uchun. O'zimay ko'z to'kkan yosh, nafsga iymon keraksa bosh. Yaxshisi bo'lgan bag'ri tosh, bera olmayman bardosh. Iymon o'rtas kurashadi har dam, sabr qabat kurashadi har dam. Kimda qaybiri g'olib bo'ladi o'zidan. Nega ko'z yosh kulgu yonma-yonda, nega paxta qayg'u yonma-yonda, nega qalbimiz yonib sevadi kim javob berar? Ayt. Yaxshilik va yomonlik baxshi, aytaveradi davom, aylanar toki dunyo. Iymon o'rtas kurashadi har dam, sabr qabat kurashadi har dam. Kimda qaybiri g'olib bo'ladi o'zidan. Nega ko'z yosh kulgu yonma-yonda, nega paxta qayg'u yonma-yonda, nega qalbimiz yonib sevadi kim javob berar? Ayt. Iymon o'rtas kurashadi har dam, sabr qabat kurashadi har dam. Kimda qaybiri g'olib bo'ladi o'zidan. Nega ko'z yosh kulgu yonma-yonda, nega paxta qayg'u yonma-yonda, nega qalbimiz yonib sevadi kim javob berar? Ayt. TVM kanalini 5 yoshligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularga ulug' zafarlar tilayman hamda fursatdan foydalanib TVM muxlislarini ham yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga omad, baxt har doim yor bo'lsin. Hozir sizni ruxsat kalomingiz bilan aynan mana shu insonni davramizga taklif etsam. Ajoyib elimiz tan olgan boshlovchilardan Ravshanbek, marhamat kutib oling. Avvalo top 20 Jahongir bilan birgalikda o'tadi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Milliy top 20 ning davom ettirar ekanmiz. Bayram sonida sovg'alar bisyor.
yulduzlar shousi davom etadi. Aziz muxlislar, nima deb o'ylaysizlar? Biz bir-birimizga o'xshaymizmi? O'xshaymizmi yo'qmi? Bilasizmi, agar meni fikri ojizimcha o'xshash tanlov, o'xshash chehralar tanlovida ishtirok etganimizda biz g'olib chiqar edikmi yoki yo'qmi degan savolimizga siz nima deb javob berasiz? Shunchaki ishtirok etmoqda hechqisi yo'q. Lekin biz mana shu tanlov natijalarini hozir e'lon qilmoqdamiz hurmatli tomoshabinlarimizga. Demakki, navbatdagi xonanda. Albatta, navbatdagi xonandalar bir-birlariga shunaqa o'xshab ketishadiki, chunki ular aka-uka, hozir akasi, keyin ukasi chiqadi, to'g'rimi? Va ular kuylagan qo'shiq so'zlarida shunchalar teranlik va naqadar ma'no. To'g'ri. Kutib oling, sahnada Shohjahon Jo'rayev. Bundan tartıp olma saçların bilen Yutib yuborsa ham mayliga ko'zing Mayliga roziman bir umr kamal Ko'zlaringda qolsam bo'lib mahbusi Ko'zlaring damiga ilindim ziba Ah naqadar diran, naqadar malol Bundan qutulmoq mushkuldir ammo Qutulmoq istamas hayolim barcha zebolarning qalbini larzaga solgan Shohjahon Jo'rayev. Haqiqatan ham yor vaslini va albatta go'zalligini tarannum etuvchi nihoyatda huzurbaxsh qo'shiq desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi Jahongir, mana shu ajoyib yulduzlar shousida xursand bo'layotgan narsam, mana qarang, ajoyib sovg'alar bo'lyapti. TVMning 5 yoshligi, o'xshash chehralarning g'oliblari, Yangi yil bayrami va sevimli muxlislarimiz. Biz muxlislarimizga faqatgina yaxshilikni ravo ko'ramiz va eng sifatli qo'shiqlarni, eng sara qo'shiqlarni taqdim etishga harakat qilib kelamiz. Demakki, navbatdagi tarona. Navbatdagi qo'shiq ijrochisi xuddi Shohjahonning o'zi. Uni nima deydi? O'xshash chehrasi desak ham bo'ladi. Demak siz Zohirshoh Jo'rayev haqida gapiryapsiz. Marhamat.
таким вот образом новогоднее шоу от ТВМ набирает новые обороты, а мы продолжаем. Кстати, девочки, где Бабур Юлдашев? А почему вы интересуетесь именно Бабуром? To'ppa-to'g'ri Jamila xonim, nimaga Boburni so'rab qoldingiz? А что, я не имею права поинтересоваться? Если что, он мой коллега, и потом еще полгода тому назад он обещал вместе со мной вести это шоу. Так, Джамиля, вообще-то он мне тоже много чего обещал задолго, чем... Man tushunmadim qizlar. Qanaqa siz va'dalarni sizlarga bergan? O'zi aslida menga juda ham ko'p va'dalarni berib qo'ygan edi. Так, давайте я предлагаю разобраться. Прямо на сцене. Прямо сейчас. Где он? Где? Бабур. Chaqish Бабур. Бабур! Да, мои любимые девочки! Ты нам ничего не хочешь объяснить? Что вам объяснять? Я сюда вышел только объявить о том, что я от тех, кто сейчас выйдет на сцену, я убежал и пришел к вам на канал, к вам самым красивым и самым очаровательным. Скажите же, они самые красивые девушки на этом канале! Ах, хитрец, ну хитрец! Так вот, а сейчас на сцене группа Ситора с песней «Кечердам», а я пошел с моими очаровательными дамами. А мы пойдем разбираться. Пойдемте. Мы все равно с тобой разберемся, Бабур. judayam katta zafarlar doimo shunaqa eng sevimli kanallardan bittasi bo'lib qolishini tilab qolaman. Doim shunaqa ijodkorlar a'lo kayfiyat tark etmasin, doim sog' salomat bo'lsin.
hamda barchalarni yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. TVM kanalining 5 yillik tavallud ayyomi bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Bilasizmi, o'xshash chehralar tanlovi, to'g'rimi? O'xshash chehralar sahnani orqasida mana shu. Sardor Rahimxon deysizmi, Otabek Mutalxo'jayev. Bundan tashqari Manzura, Rayhona, qaysi biri kimligini bila olmayapman. Har holda Zebo ham hozir qattiq o'yda, chunki yana qanchadan keyin sahnaga chiqaman degan o'y uni tinch qo'ymayapti. Har holda menimcha bugungi ajoyib gala konsert davomida Zeboni ham aynan mana shu sahnamizga taklif etsak bo'ladi. Guldiroz qarsagiylar ostida go'zal Zeboni davraga taklif qilamiz. Aynan o'ydaman. Bugungi bayram shodiyonasi davom etar ekan, ko'tarinki kayfiyat sizlarni tark etmasin. Yangi yil muborak bo'lsin deymiz barchamizga. Yangi yil yangi omadlar va yangi muvaffaqiyatlar olib kelsin. Bilasizmi, hozir menda bir savol tug'ilyapti. To'pon ko'rsatuvini ko'proq yigitlar tomosha qilarmikin yoki qizlar? Albatta, go'zal qizlar to'pon ko'rsatuvini tomosha qilishsa kerak, to'g'rimi qizlar? Men o'ylashimcha, zabardast yigitlarimiz ko'proq to'pon ko'rsatuv. Yo, adashyapsiz Jahongir Mirzo. Qizlar kim ko'proq tomosha qiladi, yigitlarmi, qizlarmi? Yo'q, to'xtab turing. Men o'ylashimcha, yigitlar nega deganini bilasizmi? Bir yigit bizga SMS yuborgan, ayni mana shu SMS meni juda ham hayratga soldi va ancha quvontirdi desam adashmagan bo'laman. MTV taqdimot marosimida yilni eng yaxshi klip maker rutbasini qo'lga kiritgan kim degan savolimizga javob Feruza Jumaniyozova keldi. Faraz qiling, Feruza Jumaniyozova kamera ortida turib klip suratga olyapti, Yodgor Notigrov esa qo'shiq aytib kuylayapti. Judayam bir ajoyib holat desak adashmagan bo'lamiz. Va men o'ylashimcha, bilasizmi, baribir yigitlar ko'proq. Yo'q, qizlar ko'proq. Demak, navbatdagi san'atkorimiz ham o'z chiqishlarini intizorlik bilan kutmoqdalar. San'atkorlarimiz ikkitasi birdami? Ikkitasi birda. Xuddi ko'rdek kabi. Bilasizmi, gap shundaki, navbatdagi chiqadigan san'atkorimiz o'z o'xshash chehrasini ham topgan va birgalikda klip suratga olishgan. Demak, navbat katta va kichik Shohruxxonga marhamat qarshi oling.
Shohruxxonlarga guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Timur hamda Shohruxxon. Самые любимые песни в канун самого загадочного и, конечно же, светлого праздника. На новогоднем шоу от ТВМ. Что такое Новый год? Время исполнения заветных желаний и рождения новых мечтаний. Bu savolni yo ta'kidlayapsizmi? Это и то, и другое. Bilasizmi? Meni nazarimda Yangi yil bayrami bu sovg'alarga boy bayram hisoblanadi. Har holda qarang, ko'chada ketyapsiz, tasavvur qiling, to'g'ringizdan o'zingizga o'xshagan odam chiqyapti. Menimcha bu haqiqiy syurpriz bo'lsa kerak. Да, нежданная встреча со своим двойником может вызвать шоковое состояние. Любопытно, а что при этом испытывают звезды нашей отечественной эстрады? Ведь желающих быть похожими на своих кумиров огромное количество. Keling buni keyingi ishtirokchimizdan so'rab ko'rsak. Har holda 5 yil mobaynida TVM telekanalida Yulduzlar shousida ishtirok etib, muxlislarning muhabbatini qozongan xonanda. И хочу заметить, что даже многомиллионный легион двойников не сумеет заменить нашу звездочку. Demak, kutib olamiz. Beqiyos xonanda, O'zbek estradasining yorqin yulduzi Nilufar Usmonova. Armon bo'lgan muhabbatim yana qaytib kelarmikan? Bizga sevgi jo bo'lganda yana ko'zda ko'charmikan? Armon bo'lgan muhabbatim yana qaytib kelarmikan? Bizga sevgi jo bo'lganda yana ko'zda ko'charmikan? Kulmagin sen sevgimdan, sevgim uchundir sen nishon. Qalbim dilim sevgimdan foydalanma hech qachon. Kulmagin sen sevgimdan, sevgim uchundir sen nishon. Qalbim dilim sevgimdan foydalanma hech qachon. Foydalanma hech qachon. Go'yoki sehrlanganday bu dunyo yulduzlarga yetakaytar. Musammo yodga solar bolalikni nogahon yashilarchalardagi o'yinchoq. Yangi yil bizlarga shodlik olib kelsin, yangrasin navolar, kulsin yuraklar. Qorbobo fardiz yorsin archa o'yinchoqlar. Apelsinu mandarinla sovg'amingda bugun ertaklar hukmron olamda. Hamma narsa sehrlangan, go'yoki ishonmayman ko'zlarimga. Hattoki yangi yil bizlarga shodlik olib kelsin, yangrasin navolar, kulsin yuraklar. Qorbobo fardiz yorsin archa o'yinchoqlar.
TVM kanalini 5 yilligi bilan tabriklaymiz. Doimo shunaqa quvnoq, yoshlarbob, xalqimiz eng sevadigan kanallardan biri bo'lib qolishini tilab qolamiz. Это была Нелюфар и ее двойник Махира. Если вы заметили, я один, да? Сегодня я один, не хватило мне сегодня напарника, поэтому если вы меня поддержите, мне будет легче. Отлично! Вы, наверное, спросите, да, что вот я вдруг такой сегодня, почему так непривычно по-рэперски одет? Все очень просто, я хотел сегодня пройти кастинг. Вот кастинг двойников, но меня не взяли. Не взяли, комиссия сказала: Блэк, зачем тебе это надо, иди, вот, спокойно, все нормально. И я понял, что, несмотря на то, что у этого парня, у которого пол Самарканда двойников, и которые почти все приехали сегодня к нам сюда, в Ташкент, вы, наверное, понимаете, да, про кого я говорю? Вот, но прошел один парень, потому что, я говорю, очень-очень сильная комиссия собралась. Вот, ну и Шахриор сказал: ты знаешь, Блэк, рэпер из тебя никакой. Вот, ну и поэтому я просто под ваши бурные аплодисменты приглашаю сюда. А еще раз. Все правильно, Шахриор. Yetolmas manzilim shundan kuyar. Aytgim kelar, bu dardimni aytgim kelar, yuragimni ochgim kelar. Aytgim kelar, bu dardimni aytgim kelar, yuragimni ochgim kelar. Yaxshi yomon ko'rni kesdim, oxir bir narsani sezdim. Xohladim va hayotimga baxt rasmini o'zim chizdim. Tun hayot sokin kunduzlar, atrofimda go'zal qizlar. Ko'p eshitgan so'zdek aytay, shunday yashaydi yulduzlar. Uyg'onaman yarim kunda, boshlanadi hayot tunda. Qimmatbaho hamma narsa, ishona kim o'zi ko'rsa. Sitora shahrik Nilufar, ko'pirga tushlik qilishar. Hayot nurli bag'e takror, shunday yashaydi Shahriyor. Diqqat markazda, har doim har nafasda, goh g'iybatlar ostida bizda. Voy to'la karmon, hech narsa emasdir armon. Bizsiz yorishmaydi osmon non-stop. Uyg'onaman yarim kunda, boshlanadi hayot tunda. Qimmatbaho hamma narsa, ishona kim o'zi ko'rsa. Sitora shahrik Nilufar, ko'pirga tushlik qilishar. Hayot nurli bag'e takror, shunday yashaydi Shahriyor.
От всей души, от имени группы Ситора поздравляем всех жителей Узбекистана с новым 2010 годом. Счастья вам, удачи, процветания ТВМ. И еще поздравляем наш любимый телеканал ТВМ. Удачи вам, процветания, так держать. Группа Ситора. Bilasizmi, bu xonanda haqida so'z ochar ekanmiz, uni nihoyatda sarguzashtlarga juda qiziqishini alohida aytib o'tish niyatidaman. Bir qo'ng'iroq qilsang Amerika Qo'shma Shtatlardaman deydi, ikkinchi marta qo'ng'iroq qilsang Bombeydaman deydi. Bilasizmi, ushbu klipni men tomosha qilgandan keyin bir ikkita tushuncha harakatlarni o'rganib olganman. Shunaqa. Xohlaysizmi, ko'rsatib beraman? Mayli. Barcha tomoshabinlarimizni guldiroz qarsaklari sadosi ostida keyincha harakatlar. Faqat usullarni tushunib turasiz. Harakat qilaman. Ketdik. Tapati 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 tap 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 tapati 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 tap tap tap. Qoyilman, lekin haqiqatan ham o'xshaysiz. Ha. Demak, Rayhon! Yulduzxon! Yangi yilingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Orzunga ishon. Rayhonlar. Bilasizlarmi, hurmatli mehmonlar, hurmatli Ravshanbek, avgust oyidan beri o'xshash chehralar ko'rik tanlovi davom etayotgan bo'lib, butun respublikamizdan 2000 dan ziyod ishtirokchilar o'z fotosuratlarini jo'natgan bo'lib, albatta ularni eng loyiq va munosiblari hamma bosqichlardan bekam-ko'z o'tib olishdi. Albatta bugun o'xshash chehralar loyihasining g'oliblari aniqlandi, natijasini bilib olishimiz mumkin. Kutib oling, Timur Ahmedov, Shohruxxonning o'xshash chehrasi. Timur Ahmedov, kutib oling.
yuruvini qarang, o'xshashini qarang. Keling, Temur Ahmedov, marhamat keling, o'rtaroq chiqing. Biz yoningizga o'xshashingiz Shohruxxonni taklif etamiz. Shohruxxon. Azizlar, rahmat berib turgan bo'lsangiz, Shohruxxonning qo'lida ajoyib sertifikat bo'lib, Terra Group tomonidan va Gamma Promotion tomonidan o'tkazilajak barcha konsert dasturlariga kirish, ya'ni bepul kirish imkoniyatini beradi ushbu chipta. Chipta ham o'zi ko'rib turganingizdek hajm bo'yicha juda ham katta. Buni 1 yil mobaynida bemalol foydalanishingiz mumkin. Pantera studiyasi uyushtirgan barcha konsertlarga bepul kirish imkoniyatini beradi. Haqiqatan ham o'ylaymanki, nafaqat o'zlari, balki o'zlari bilan yo'ldosh ham olib olsalar bo'ladi. G'oliblik bilan tabriklaymiz chin qalbdan. Endi navbatdagi g'olibimizni mana shu davraga taklif etmoqchimiz. O'xshash chehralar tanlovining keyingi g'olibi Mohira Po'latova. Wow, Nilufar Usmonovaga juda ham o'xshab ketadilar. Bilasizmi, hatto men Mohirani oldilariga borib, kechirasiz Nilufar, Mohirani ko'rmadingizmi desam, men Mohiraman dedilar. Marhamat Mohiraxon. Guldiraz qarsaklaringiz bo'lsin, o'xshash chehralar tanlovini navbatdagi g'olibasi. Va biz O'zbek estradasi yorqin yulduzi Nilufar Usmonovani sahnaga taklif etamiz. Nilufar Usmonovani qo'llarida ham ko'rib turganingizdek ajoyib imkoniyatni beruvchi katta bo'lgan chipta turibdi. Bilasizmi, nafaqat siz, balki ishongan insonlaringiz ham mana shu chipta orqali bepul konsertga kirishlari mumkin bo'ladi. Agarda mabodo u yoki bu konsertga shaxsan men o'zim tusha olmasam, ya'ni chipta topa olmasam, men sizlarga murojaat qilsam maylimi? Guldiraz qarsaklaringiz bo'lsin, g'oliblik muborak bo'lsin Mohiraxon hamda Timur. Tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sizlarga faqatgina muvaffaqiyat va albatta eng baland bo'lgan ijodiy parvozlarni tilab qolamiz. O'ylaymanki, bunday o'xshash chehralar o'z ijodiy faoliyatlarini boshlasalar ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Va albatta sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Yangi yil shousi bilan, yangi yil bilan hammangizni tabriklaymiz. 5 yil mobaynida TVM telekanali sizga eng ajoyib sovg'alarni taqdim etdi va albatta mana shu yillar mobaynida biz bilan bo'lganingiz uchun, bugungi shou konsertda biz bilan quvonganingiz uchun minnatdorchilik izhor qilamiz. Hali ko'p yillar mobaynida sizni xizmatingizda TVM telekanali bo'ladi. Bilasizmi, Ravshan, hurmatli g'oliblarni biz taqdirladik, lekin bizni hali hech kim tabriklagani yo'q. To'g'ri, nimagadir bizni 5 yilligimiz bilan hech kim tabriklamadi lekin. Mana shu kabi bayramni eng asosiy ko'rki bo'lgan bayram tortini olib kirishlarini biz iltimos qilamiz. Barchangizni guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida. Tashakkur. Tabriklang, TVM 5 yoshda. La 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 la. Qarsaklaringiz. TVM 5 yoshda. Azizlar, shu narsani aytib o'tish kerakki, bizni bayramimiz bu bevosita sizni bayramingiz. Demakki, biz sidqidildan barchangizni muborakbod etamiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. 2010-yilda barchangizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. TVMni kuzatib yuring. Sizga eng ajoyib sovg'alarni taqdim etishda davom etamiz. Bilasizmi, hozir mana shunday juda ham bir chiroyli bo'lgan uzorlarni, yaxshi yuzlarni ko'rib turganimizdan biz bag'oyat xursandmiz. Doimo biz bilan birga bo'ling. Biz har doim siz bilan birgamiz. Demakki, ajoyib hozir maxsus tayyorlangan gimn o'ylashimcha qo'yiladi va biz uni kuylaymiz. Va albatta biz mana shu sahnaga siz uchun bugun xizmat qilgan barcha yulduzlarni taklif etamiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Yog'moqda qorlar. Qarsaklaringiz hammaga bugungi bayram muborak bo'lsin. Kelayotgan bayramlar bilan. Navbat bilan o'tadi yillar. Har yuzim bilar qishning mo'jizasi. Yulduzli bo'lsin payshanbalar. Va berman tuyg'u
sevgi Orzuingga ishon Har bir insonda bo'ladi imkon Aktyorlar rollarni ijro etdi Allah Lekin hayotda o'ynamang aslo Osmon biz uchun to'kar tuni kun Quvonch, shodlik va bearmon tuyg'u O'tadi yillar, so'nmasin orzular Yaxshi nom qolsin bizdan do'stlar Ertamizda yetaklarim topib bizlarni aytar nelarni Muttaham kelajaklar qaramas ko'ngil Yoshlik bo'lib qaytadi Osmon biz uchun to'kar tuni kun Quvonch, shodlik va bearmon tuyg'u O'tar bo'lmasdan hayot etar davom Qolsin do'stlar bizlardan yaxshilar Qolsin do'stlar bizlardan yaxshilar 2010 yangi yil, yangi nafas, yangi intilish Quvonchli bayram, hamma baxtiyor Albatta o'z eliga, kulli shahriyor Otboq bog'im oppoq, peshonasi yalpoq Hassasi uzunchoq, ko'proq bering o'yinchoq Ertamizning ertaklari sohib bizlarni aytar mehrni Yangi 2010 yilingiz qutlug' bo'lsin azizlar